Bozorlarda erta chiqqan poliz ekinlari tashqi ko'rinishi bilan chiroyli ko'rinsa-da, ular doim ham inson salomatligi uchun xavfsiz bo'lmasligi mumkin. Fermerlar hosildorlikni oshirish maqsadida nitratlardan o'g'it sifatida foydalanadilar. Ammo suv, tuproq va mevalarda ushbu moddaning ortib ketish holatlari ham bo'lishi mumkin. Bunday sharoitda yetishtirilgan poliz ekinlarni iste'mol qilgan insonda terining ko'karishi, nafas olish qiyinlashishi, ko'ngil aynishi, diareya, suvsizlanish, yurakning tez urishi, zaiflik, ongda chalkashlik bo'lishi, badanni titroq bosishi, komaga tushish holatlari bo'lishi mumkin. Kattalar nitratni kuniga 200-300 mg-gacha iste'mol qilishi mumkin. Og'ir zaharlanish esa ko'pincha natriy nitrat va nitrat tuzlarida sodir bo'ladi. Xo'sh, poliz ekinlaridan tarvuzlarda nitrat miqdorini aniqlash jarayoni qanday kechadi? Poliz mahsulotlarida tekshirish usullarimizdan biri bu nitrat miqdorini aniqlash hisoblanadi. Hozir poliz mahsulotlaridan tarvuz misolida tarvuzni nitrat miqdorini aniqlab ko'ramiz. Nitrat miqdorini aniqlash uchun nitrotesterdan foydalanamiz. Bu nitrotester ya'ni ekspress usul hisoblanadi nitrat miqdorini aniqlashda. Hop, bu tarvuzimizda nitrat miqdori 47,8 ni ko'rsatmoqda. Ya'ni bu yaxshi. O'zi poliz mahsulotlarida, ya'ni tarvuzda nitrat miqdori 60 dan oshmasligi kerak norma bo'yicha. Ba'zi holatlarda esa tarvuzda nitrat miqdori yuqori chiqqanini ko'rsak bo'ladi. Tarvuzda nitrat miqdori yuqori chiqsa, bu inson salomatligi uchun salbiy ta'sir qiladi. Tekshirish jarayonlari qancha vaqt davom etadi? Tekshirish jarayonlari o'rtacha 2-4 soat davom etadi. O'zi qaysi poliz mahsulotlarida ko'proq zararli holatlar aniqlanadi? Hozirgi kunda mana qovun tarvuz juda ham avj olgan payt hozir mahsulotlar sotish bo'yicha bunda pestisid va og'ir metallar uchramaydi. Hozirgi kunda uchragani yo'q. Lekin nitrat miqdori yuqori bo'lgan mahsulotlar ko'p uchramoqda. Bular keraklicha tekshirilib, agar unda me'yorlarga javob bermaydigan bo'lsa, utilizatsiya jarayoniga yuboriladi. Mana hozir ba'zi o'sha poliz mahsulotlarining tarvuz, qovunlar mavsumdan oldin chiqadi, erta pishirilib. Shunaqa holatlarda ham laboratoriya tekshiruv o'tkazadimi? Ya'ni kimdir murojaat qilmasdan oldin yoki o'sha bozorlardagi maxsus bo'limlar tekshiradi buni faqat. Respublikamiz bo'ylab poytaxtimizda, viloyatlarimizda, tumanlarimizda dehqon bozorlari bor. Dehqon bozorlarida veterinariya xodimlari har bir bozorda bo'lishadi. Ular bizning laboratoriyamiz esa bozorlar bo'yicha hammasini nazorat qiladi. Ya'ni ularda gumonlangan mahsulotlar bo'ladigan bo'lsa, xavfsizlik bo'yicha laboratoriyaga jo'natiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, nitratni sof shaklda iste'mol qilish o'limga olib kelishi mumkin. Ammo nitrat bilan zaharlanish juda kam uchraydi va odatda tozalanmagan suv iste'molidan kelib chiqadi. Nitratlar ayniqsa chaqaloqlar, bolalar va homiladorlikning 30 haftasidan keyingi ayollar uchun xavfli hisoblanadi. Xo'sh, hozirda bozorlardagi erta pishar poliz ekinlari qanchalik iste'molga yaroqli? Ular laboratoriya tekshiruvidan o'tadimi? Bozorga keltirilgan mahsulotlar, poliz mahsulotlari avvalambor bozor ma'muriyati tarafdan joy beriladi. U joylarga qo'yilgandan keyin albatta laboratoriyaga kirib olib kirib tekshiramiz laboratoriyada. Keltirilgan mahsulotlar hammasi Vesanspesiya laboratoriyasidan o'tiladi. Qovun tarvuzlarni hammasini olib kirib tekshirilganga xulosa beriladi. Agarda yaroqsiz, iste'mol uchun yaroqsiz bo'lgan mahsulotlar bo'lsa, ularni albatta bozor ma'muriyati, laboratoriya xodimlari bilan birgalikda akt tuziladi. O'sha dalolatnoma tuzilgan bo'lib, ularni yomon mahsulot, yaroqsiz, iste'mol uchun yaroqsiz bo'lgan mahsulotlarni hammasini akt tuzilib egasiga, ya'ni mahsulotning egasiga qaytariladi. Sababi u qaytarilishi uyda mol holi bo'lsa, mol uchun o'shalarni hammasini tilxat orqali sotilmaydi, bularni hammasini olib ketiladi. Uzog'i bilan bitta tekshiruv bir yarim soat o'tadi. Yarim soat. Ularni olib tekshirib, mahsulotlarni so'rkadan chiqarib, har bittasini tekshirguncha shu uzog'i bilan xulosa berguncha yarim soat o'tadi. U nima deydi? Keltirilgan mahsulotlar bir haftada kelgan sirasi tugamasa, 3 kunda bitta keladi mahsulot. Har kelganda
обязательно mahsulot yangi kelgan mahsulot tekshiriladi. Ikkita bosqichda tekshiriladi. Bittasi SOX orqali tekshiriladi. Ikkinchisi mana laboratoriya tekshiruvlarimizda nitrat test bilan tekshiriladi. Endi ba'zi bir fuqarolarimiz tomonidan ayniqsa bugungi kunda katta avtomagistral yo'l yoqalarida, aholi gavjum joylarda, mahallalarda, kvartallarga olib kelib mana shu poliz mahsulotlarini sotish jarayonlarida ularni to'g'ridan to'g'ri quyosh tig'i tagida saqlashi. Chunki biz bilamizki, poliz mahsuloti ham bu tez aynuvchi, tez buziluvchi mahsulotlar sarasiga kiradi. Nima uchun? Chunki bu mahsulotlarni to'g'ri saqlamaslik, masalan, issiqda qolib ketishi, harorat rejimiga rioya qilmasligi bu mahsulotlarni tashqi emas, ichki tomondan aynishiga va iste'molga yaroqsiz holatlariga kelib qoladi. Endi fuqarolarimiz tomonidan ko'p holatlarda mana shu olib borilayotgan joylardagi o'rganishlarda shu narsaga biz amin bo'ldikki, biror bir mahallalarda yoki bo'lmasa aholi gavjum joylariga olib kelib bir necha kun uni savdosi bilan shug'ullanib va u sotilmay qolgan mahsulotlarni boshqa joylarga olib borib sotayotgan holatlar ham uchrab turibdi. Bozorlarda poliz ekinlari, jumladan qovun tarvuzlarni sotib olayotgan paytda iloji boricha ongli xaridor bo'lib, sotuvchidan mahsulotlarning laboratoriya tekshiruvidan o'tganligi to'g'risidagi hujjatni so'ragandan so'ng mahsulotni xarid qilsangiz, o'zingiz va oilangiz sog'lig'i uchun bee'tibor bo'lmagan bo'lasiz. Yeyiladigan har bir mahsulot sog'lig'imizga ta'sir qiladi. Sog'lig'imiz esa eng katta boyligimiz hisoblanadi.